Assalomu alaykum parranda ishqibozlari, kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa bugun Andijon qora jo'jalarimizni optim sotuvga chiqaramiz. Hammasi sog'lom, hammasi yirik jo'jalar. Ancha katta bo'lib qoldi jo'jalarimiz xudo xolasa. Xo'sh bo'ladi endi oylik kunliga 2 oyu 21 kunlik bo'ldi xudo xolasa. Tepalarda ham bor mana. Jami 350 talar jo'jamiz bor. Har bitta klitkalarimizda bor bu yoqda. Optim oladigan odamlarga tavsiya qilamiz. Chunki erta bahordan xudo xolasa fevral oxiri martlarda tuxumga kirishni boshlaydi bular. Bitta-bittadan kanalimizga like, podpiskani bosib qo'yinglar. Sizlarga chiroyli obzor qilib beramiz. Zoti Andijon qora jo'jalar. Oyligini aytdik. Narxlari xudo xolasa arzon, optim narxda 50 ming so'mdan qilib beramiz. Kim oladigan bo'lsa bemalol ekran pastdagi raqamlarga telefon qilib bog'lanishlari mumkin. Oladiganlar yirikligi. Suv idishimizdan ham ancha yirikda bular. Suv idishimizda o'zi ham 2 litrlik suv idish. Adashmasam 2 yo 3 litr ketadi. Mana. Optim oladigan akalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Hammasini chiroyli qilib 12 ta viloyatga dastavka qilib beramiz. Dastavkalarimiz faqat отдельный pul bo'ladi. Pul отдельный bo'ladi dastavkalarni. Hamma joyga dastavkamiz bor, lekin dastavka qilib chiqarib beramiz xudo xolasa. Samarqandlik akalarimizdan ko'p so'ralgandi. Mana oladigan odamlar bo'lsa 50 ming so'mdan 2 oy 20 kun, pashta 3 oylik bo'lib qolgan jo'jalar endi bular. Hammasi yirik, hammasi sog'lom jo'jalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, like, podpiskani bosib qo'yinglar do'stlar. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Shu nomerimizda Telegram, WhatsApp, Imo hammasi bor. Chetdan ko'rayotgan, kuzatayotgan do'stlarimiz, aka-ukalarimiz bo'lsa, ular ham bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Uylariga chiroyli qilib dastavkalarni qilib beramiz.